Bu moyka 2 million 200 ming so'm. Bunisi esa 1 million 200 ming so'm. Aytishingiz mumkin, ikkalasi ham bir xil, nimaga narxi ikki xil. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hozir buni sizga tushuntirib beraman. 1 million 200 ming so'mlik moyka bu to'g'ri sal arzonroq, lekin buni bitta minus tomoni bor. Bu Nerjavikaning 201-markasidan yasalgan. Ya'ni bu suvga chidamsizroq, zanglab, qorayib qolishi mumkin. Bu moyka Faiz Nerjavika jamoasi tomonidan yasalgan. Narxi 2 million 200 ming so'm. To'g'ri, bunga qaraganda sal qimmatroq, lekin buni asosiy farqi Nerjavikaning 430-markasidan yasalgan. Ya'ni bu mustahkamroq, suvga chidamliroq, ya'ni umuman zanglab qolmaydi. Arzonrog'ini olib 800 ming, 1 million pul tejab qolishingiz mumkin, lekin 4-5 oydan keyin seks tekshiruvga kelganda muammo chiqib, boshingizni og'ritasiz va qayta sotib olib 2 barobar rasod qilasiz. Shuning uchun kafe, restoran ochayotganda jihozlarni narxiga qarab emas, uni sifatiga, ishlatish muddatiga qarab sotib olishingiz kerak. Yana bitta narsani eslatib qo'yishim kerak. Biz Faiz Nerjavika jamoasi umuman 201-markadagi Nerjavikani ishlatmaymiz. Faqatgina sifatli bo'lgan 430, 304-markadagi Nerjavikalardan mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Agar sizga sifatli Nerjavika jihozlari kerak bo'lsa, Faiz Nerjavika jamoasiga murojaat qiling.